Jigarida muammosi bor jigarlarim. Jigaringizdan aziyat chekyapsizmi? 30 ming dollar, 40 ming dollarga pul sarflab, qanday qilib Hindistonga borib operatsiya qildiraman deb aziyat qiynalyapsizmi? Sizga tabiiy o'yda qiladigan ham maslahatimizni beramiz, ham tabiiy giyohlarimizdan tavsiya etamiz. Mana bu yerda darmoni jigar deydi. Jigar faoliyatini yaxshilaydi, tiqilmalarni ochib beradi, jigar faoliyatini tiklab beradi. Jigar sirroziga, asid kasalliklarga juda zo'r natija beradi. Mana bu yerda darmon jigarimiz bor. Tabobat olamiga o'zimizni maxsus tabiiy zirkdan tayyorlangan. Bir kunda 3 mahal bir osh qoshiqdan 200 gram suvga aralashtirib iching, jigaringizga ham qon beradi, ham vitamin beradi, jigar faoliyatingizni yaxshilab beradi. Qarab turibsizki, yangi tug'ilgan chaqaloqi jigardak bo'ladi. Mana bu yerda oromi jigar deydi. Jigaringizga orom beradi. Jigardagi gepatit kasalliklar, sirroz kasalliklar jigar faoliyatini yaxshilab beradi, jigardagi to'qimalar, shikastlangan to'qimalarni tiklab beradi. Achchiq tarvuz suvi, o'zimiz tabiiy Abujahl tarvuzi. Bundan bir kunda 3 mahal bir osh qoshiq, yarim qoshiq toza asalga qo'shib iching, qarab turibsizki, jigaringiz xuddi yangi tug'ilgan filtrlangan jigar singan jigaringizni filtrlab beradi. O'zimizni gepatit kasalliklarida holsizlanyapsizmi? Charchoq bo'lyaptimi sizda? Mana inson organizmi immunitet ko'taruvchi tabiiy giyohdan tayyorlangan, ham infeksiyani o'ldiradi, ham mikroblarni o'ldirib, sizga tabiiylik, ruhiyatlik beradi. Siz qarab turibsizki, charchog'ingiz, holsizlik bartaraf bo'ladi. Biz sizga 3 oy iching demaymiz bu giyohlarni. 1 oy iching, 1 oyda natijasini ko'rasiz. O'sha mashhur tabiiy giyohlardan zarpichak, qo'shiz deydi.